Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz qarindoshlar. Birazdan oldida dunyoda bo'lib o'tgan xabarlarni qarindoshlarimizga aqtardik. Ya'ni bugun ba'zi tashkilotlar, ba'zi shaxslar dunyoning har qaysi joylarida qilayotgan faoliyatlarimizni qarindoshlarimizga ko'rsatgan bo'ldik. O'tgan qitim bu bayroq kampaniyasida men bir qitim bayroq masalasini o'tirib qo'ygan. Bugun ham o'tgan qitimda kelgan bayrog'imizni naq maydonda ochamiz. O'zingizning xabari bor. Bugun 6 noyabr namoyishi uchun butun dunyoda bir jiddiy tayyorlik qilinyapti. Buni nurg'un qarindoshlarimiz kuch qo'shyapti. Dunyoning har qaysi joylaridan tashkilotlar, shaxslar, bidakorlar, siyosatchilar, akademik, ziyolilar, olimlar, din o'qig'anlar, dindorlar o'zining qo'lidan kelishicha bu 6 noyabr Jenevadagi namoyishni qo'llash yuzasidan bayonotlar e'lon qilyapti va chaqiriq e'lon qilib butun dunyoda qarindoshlarimizni bu nimaga chaqiryapti, bu namoyishimizga. Inshaalloh bir qancha kundan keyin, ya'ni 6-islar 200 ga yaqin davlatning vakillari o'tirib Xitoyni tanqidlaydigan, Xitoydagi kishilik huquq bo'lsin, Xitoydagi diniy baskı, diniy zulm bo'lsin va jumladan Sharq Turkistonimizda bo'layotgan nihoyatda ig'ir zulmga qarshi Xitoyga bu zulmlarni o'tirib qo'yib, Xitoyga bir jazo yurishi, ya'ni uni bir sotqa tortadigan bir kun bo'lganligi uchun butun dunyodagi qarindoshlarimiz bunga alohida tayyorlik qilyapti. Bunga tayyorlik qilayotgan qarindoshlarimizga men oldin bilan rahmat aytaman va yana bir qatim bu bayroq masalasini o'tirib qo'ymay, ya'ni o'tgan qatim biz Belgiyadagi Brüksel namoyishida dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizga oldi bilan bayroq sepirdiganligimizni, undan keyin pulni ilib olsak bo'lganligimiz to'g'risida e'lon chiqardik. Nurg'un qarindoshlarimizga dunyoda 6 davlatga bayroq tarqatgan bo'ldik. Bugun men naq maydonda bu qatimliq nimada 6 noyabr namoyishiga bir o'zimiz tayyorlagan bayroqlarni naq maydonda ichib bizningki tayyorligimizni ko'rsatma. Bunda qilishdagi maqsad, agar bayroq lozim bo'lgan qarindoshlar bo'lib qolsa, yana uvatib beramiz inshaalloh. Yani hech qanday ulardan oldin pul olmasdan o'ziniki uyiga, nimasiga adresi hisob beramiz. Ammo bu qitimliq namoyishga bayroq ulgurmasligi mumkin. Yani bu bayrog'imizni 6 noyabr kuni inshaalloh bu Jenevadagi nimaga namoyishimizga ko'tarib boramiz. Naq maydonda qarindoshlarga qo'limizdan kelgan bir imkoniyatimizni sunamiz aziz qarindoshlar. Albatta o'tgan qitimliq faoliyatimizda bu bayroqning ma'nosini qarindoshlarimizga tushundirgan edik. Bu ko'k rangninki bizning Uyg'ur xalqining, turklarninki azaliy bir qo'llanib kelgan rang ekanligini, bu oy yulduzning islomga vakillik qilganligini, ko'k rangning osmonga, tinchlikqa, erkinlikka vakillik qilganligini qarindoshlarimiz tushuntirib qo'ygandik. Mana bu ko'k bayrog'imizni ko'tarib biz Jenevada namoyishimizni ilib boramiz. Dunyoga o'zimizningki zulmda qolganligimizni, Xitoyning bizga zulm qilayotganligini, butun dunyoning buning sukut qilayotganligini, dunyoning bizga diqqat qilishini, butun davlatlar bizga yordamchi bo'lishini shu yerda o'tirib qo'yamiz aziz qarindoshlar. Undan boshqa bugungi kunda tashviqot sohasida xizmat qilayotgan nurg'un qarindoshlarni ko'rib turyapmiz aziz qarindoshlar.
Bugun ciddi bir teşviqat urushi bo'ladi. Inshaalloh men bu munosabat bilan qarindoshlarimiz shuni deb qo'ysam, teşviqat urushini agar to'g'ri qila oladigan bo'lsak, biz Xitoyni yengib chiqamiz aziz qarindoshlar. Hozir men ham Xitoyni alaqzada qilayotganligimiz inib butun dunyoga Xitoydagi zulmni, Xitoyning haqsiz ekanligini, Xitoyning tajovuz ekanligini, Xitoyning bir vahshiy natsist ekanligini bildirib butun dunyoda TV kanallarida o'zimizningki derdini anlatyapmiz. Türkçe, Arapça, İngilizce kanallarda Şarkı Türkistan meselesi gündemge, yani bu kızık noktaga, bu gün tertipki geldi. Bu biz için ait çok bir fırsat aziz qarindoshlar. Yani bugün teşviqat hizmetinin en mühim bir fırsat geldi, ama bu fırsatni çoğ tutayotganlar var. Bazı teşkilatlar, bazı şahslar, bazı yoshlar, qarindoshlarimiz çoğ tutup dünyanın har qaysi joylarida qo'ldan kelgan bir ishni, teşviqat xizmatini qilyotdi. Bugun ham ikki qarindoshimiz Turkiyaning ma'lum bir, yani Qrim xabar ajansi degan bu nimada so'zlab chiqibdi. Men birozdan keyin buning yayinini beraman inshaalloh. Yani qo'ldan kelgan imkoniyat bilan dunyoga anlatyapti. Mayli imzo kompaniyasi bo'lsin, mayli nima bo'lsin, shu shahid bo'lish, yani shahidlik berish, guvohlik berish bo'lsin, bunga butun dunyodan qo'ldan kelgan shaklda o'zininki majburiyatini ado qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Ammo nayt zaif bo'layotgan nuqta nima desa, mayli imzo qo'yishda bo'lsin, mayli shahidlik berishda bo'lsin, akademik insonlarning keyinga chekinib olishi, yani ziyolilar qatlamidan guvohlik berishda nayt zaif ekanligini qarindoshlarimiz bizga inkos qilyotdi. Uningdan keyin diniy kishilarning bo'libmi din o'qigan taliblarningki guvohlik berish nisbatining intayin tuvanligi. Hozir guvohlik berayotgan qarindoshlarimizning asosiy ko'pchiligi ayollar bilan va tijoratchi, yani ijtimoiy jamiyatda bo'layotgan qarindoshlarimiz ekanligi. Ammo professor, doktorlarning ichidan intayin oz sonda ekanligi, olim mollalarning ichidan bir qancha olim ustoz qarindoshlarimiz chiqqan bo'lsa-mu, qolgan qarindoshlarimizningki bunga kelganda naytdi turvag'anligi. Uningdan boshqa masalan siyosetchilarning ichidami, yani tashkilot rahbarlarining ichidami ko'plagan siyosatchilarning jim turvag'anligi, yani bunga balkim yoki diqqat qilmayotgandi yoki buni muhim deb bilmayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu guvohlik berish masalasi tarixga yozilib qoladigan, tarixda bo'lib qoladigan, ayni zamanda shu Sharq Turkistonimizda bo'lgan insonlar, shu Sabit Damullam, şu vaqtdagi bizning qurg'uvchilarimiz Valixon To'ra, bularning hammasi masalan video qilib qo'ygan bo'lsa, biz ularni ko'rgan bo'lardik. Ammo bugungi kunda bizning unda bir sharoitimiz bor. Bugun o'zimizning zulmda qolganligimizni, shu 2018, 2016, 2015larda Xitoyningki jiddiy shaklda kamplarni paydo qilib, bizni qirg'inchilik ilib berayotganligiga aloqador aniq bir shohidlik masalasini o'tirg'i qo'yatimiz. Buni kelgusida bizningki avlodlarimiz ko'rdi. Kelgusida bizningki bolalarimiz, nevralarimiz ko'rib, bizning ota-bobolarimiz burun mushqullikda yashab ekan. Biz buningki dardini endi biz tatmayli, biz buningdan ibrat olaylik deb vatanini kelgusidagi imperiallarga, kelgusidagi tajovuzchilarga tatqizib qo'ymaslik uchun bizdan bular ibrat oladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun butun dunyodagi hozir guvohlik berayotgandan sirtqi diniy kişiler ve siyasi kişiler ve bu akademik ziyolilarni bu guvohlik berish masalasida yana bir qitim chaqiriq qilamiz aziz qarindoshlar. Uningdan boshqa guvohlik qilish xizmatini ishlayotgan qarindoshlarimizni yana bir bizga da'vatgan masalalardan birisi, yani o'quvchilarningki guvohlik berishning endi yangi boshlanganligi, ammo nihoyat passiv shaklda bo'layotganligi, xizmatning intayin ig'ir bo'layotganligi. Yani guvohlik berish uchun ketayotgan zamonda uni texim ko'p insonlarning to'sib qo'yayotganligi. Sharqiy Turkiston chet eldagi muhojirlarningki o'quvchilarining ichida guvohlik berish uchun o'tirg'i tushgan o'quvchilarningki o'rnidan dasturish qadimining nihoyat osti bo'layotganligi. Masalan, Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilarimiz bor. Başka devletlarda o'qiyotgan, Yevropa qit'asida o'qiyotgan, Amerikada, yani o'quvchilik sohasida o'qiyotgan qarindoshlarimizning bu guvohlik masalasida nihoyat zaif bir xizmat ketayotganligini inkos qilgan bo'ldi.
Aziz qarindoshlar, bu tarixga yoziladi, bu xotirlanadi. Bugungi kunda eg'zimiz bilan qiladigan bu jihodiy harakatni, Xitoy zulmiga qarshi bu mujodilamizni sukut qilayotganlar albatta buningki jazosini tortadi va bu tarix sahnasiga yoziladi. Bugun masalan o'tgan qaytim bir video e'lon qilindi. Bu videoda Sharq Turkistonda kamplarga qamalgan, lagerlarga qamalgan shu olimlarimiz, san'atchilarimiz, dindorlarimiz, yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, tadqiqotchilarimiz, doktorlarimizni xotirlab video ishlab chiqqan bo'ldi qarindoshlarimiz. Nihoyat yaxshi bir xizmat. Bugungi kunda chet elda erkinlikda yashabmi, mustaqil yashabmi, o'zgur, hur yashabmi, hech qanday bir faoliyatga, hech qanday bir mujodilaga, hech qanday bir Xitoy zulmiga qarshi harakat bildirmagan kishilarning tizimdagi ismlari yana tarix sahnasiga, tarix kitobiga yozilishi mumkin. Albatta qarindoshlarimiz buni cho'qim yozib chiqadi deb o'ylayman, chunki bizda mukofot va jazo deydigan bir narsa bo'lishi kerak. Bugun xizmat qilayotgan, tashviqot sohasida xizmat qilayotgan, har turli sohalarda xizmat qilayotgan, siyosiy sohalarda xizmat qilayotgan qarindoshlarimizning hammasida bir narsa kamchilik, u bo'lsa mukofot. Ya'ni insonlarni mukofotlashni bilmaydigan bir shaklda ish qilyapmiz. Bu tuzilib ketadi inshaalloh. Jazo masalasi ham bizda muhabbat, nafrat masalasi nihoyatda sus bo'layotdi. Shuning uchun bizningki bu umumyuzlik mujodilamizda bir cho'ng ilgirlash bo'lmayotdi. Ya'ni yaxshilarni mukofotlash, yomonlarni jazolash masalasi. Endi bu yerda ularni yomon degili bo'lmaydi, ammo bugungi kunda farz bo'lib ketayotgan bu xizmatni, ya'ni bugun olimlarimiz, masalan bugun 2018-yil 10-oyning 2 kuni bir qarindoshimiz, olim qarindoshimiz Finlandiyadan namoyish qatnashishniki, bu tashviqot xizmati qatnashishniki, bugungi bu Uyg'ur mujodilasida Xitoyga qarshi kurashga qatnashishning farz ekanligini fatvosini berdi. Farz degan gap bu majbur, shuni qilmasak bo'lmaydigan bir ibodat degan gap bo'ladi. Buni qilmaganlar gunohkor bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda bu mujodilaga har qanday bir bano bilan, mayli urug' tuqqan banosi bilan, mayli iqtisodiy banosi bilan, mayli har qanday bir shakldagi bano bilan qaytilmagan bo'lsa, u odam gunohkor hisoblanadi. Buning ma'nosidan shu chiqadi aziz qarindoshlar. Agar u maxfiy shaklda qilayotgan bo'lsa, biz uni bir narsa demaymiz, ammo biz bu ekrandan keyin nurg'un narsalarni ko'ryapmiz aziz qarindoshlar. Nurg'un kishilarni taklif qilyapmiz, nurg'un kishilar bilan ko'rishyapmiz, ammo %70, %80 kishilarningki qabul qilmayotganligi, ekranga chiqishni xohlamayotganligi, ya'ni ekranga chiqishni xohlamayotganligi emas, bu sohaga kirishdan diqqat qilayotganligi, ya'ni urug' tuqqanlarning vatanda texnik boshqa ish bo'lib qolmasligi tufayli va yoki u voqeasi bahonalar bilan chiqmayotgandi. Biz buning hammasiga gunoh qo'yolmaymiz, ammo chiqishini, kelishini, bugun bu fursatdan foydalanib umumyuzlik bu kurashga otlanishini umid qilamiz aziz qarindoshlar. Ya'ni bugun asli bu bayroq masalasini biroz o'tirib qo'yiblar, men so'zimni tugatay degandim, ammo qarindoshlarimiz bu fursatdan foydalanib men bir qancha so'zlarni qaytib qo'ygan bo'ldim. Masalan, Xitoy televizor ichib qolsa 60 davlatda, bizning tashviqot xizmatimiz nihoyat jiddiy bir nimaga chiqaydi, ziyonga chiqaydi. Xitoy yana o'zini oqlab ketishi va dunyoni aldab ketishi mumkin. Bugungi bu fursat biz uchun nihoyat jiddiy bir fursat. Bugungi mush fursat. Ya'ni bugun butun dunyoda Xitoyga qarshi bir shamol ko'tarildi. 6-noyabr Xitoy sotlanadi. Amerika, Yevropadan Xitoyga qarshi bayonotlar, Xitoyga qarshi nimalar, qonunlar e'lon qilinyapti bir boshdan. Bunga hatto ma'lum islom davlatlari va Xitoy iskanjisidagi davlatlar, Sharq Janubiy Osiyodagi Malayziya degandek davlatlar o'rnidan turib Xitoyga qarshi, masalan bu 11 nafar qarindoshimizni qo'yib berish masalasida Malayziya nihoyat cho'ng bir fidokorlik ko'rsatsak bo'ladi. Ya'ni Xitoyning iskanjisidan chiqish uchun o'zini o'di desak bo'ladi bu qitimliq bu 11 nafar qarindoshimizni Malayziya turmasidan qo'yib berish masalasida. Demak, Xitoy iskanjisidagi, Xitoy qo'rqinchisidagi davlatlarmi bugungi kunda qo'rqmay biz tarafda turayotgan bu vaqtda biz mush fursatni ching tutib olmasak, mush fursatdan foydalana olmasak, Xitoyning abdi basharisini dunyoga ichib bermaymiz. Chunki tashviqot shunday bir narsaki, ko'p o't oladi, uning degan ko'p o'chadigan bir narsa bu. Masalan, ertaga yangi bir kun tartib, yangi bir gündem yoki yangi bir masala chiqib qolsa, yoki ma'lum davlatga hujum qilib qolsa, masalan, yoki bir ish yuz berib qolib qolsa, butun tashviqot sohasini shu olib ketadi. Bizning Uyg'ur masalasi yana qoladi. Bu nurg'un qitim
yüz bergen işler mesela. Mesela bu Ürümçi vaqasidimi xalqaro dunyoda nurg'un masalalar kun tartibga kelib, Ürümçi vaqasini dunyoga anglatan biz. Mesela teşviqat sahasini boshqa narsalar egallab olgan. Ammo bugun teşviqat sahasi bo'sh. Shuning uchun bugun Turkiyada, Amerikada, Yevropada bütün televiziya gazetlarda bizga o'rin beryapti. Agar vaqti kelib, hemen bu teşviqat medialarininki diqqati boshqa yerga burilsa, boshqa bir narsa tema bo'lsa, mavzu boshqa yerga ketib qolgan bo'lsa, bizningki Xitoyga qarshi bu meselelerimiz, Xitoyga qarshi bu mücadelelerimiz töven holat tushib qoldi va taqilib qilishi mumkin. Ya'ni burunqidek avvalgi, ya'ni 2015-2014dan burun 8-10 adam namoyish qilyaptik, 20-30 adam namoyish qilyaptik. Bir muxbir kelmaydi. Hech qanday gazet jurnalda e'lon qilinmaydi. Hech qanday davlat ismimizni tilga olib qo'ymaydi. Ammo bugungi 2-3 yildan keyin davlatlar ismimizni tilga oladigan, prezidentlar ismimizni tilga oladigan elbashi boshbaqarlar, uningdan boshqa gazet jurnallarda ismlarimiz chiqadigan. Hozir asosan cho'ng televiziyalarning ko'pinchisida bizning ismlarimiz, xabarlarimiz chiqishga boshladi. Bu cho'ng fursat. Bu cho'ng fursatdan birinchisi diniy, arabiy şekildeki teşviqatimizning intayin sus bo'layotganligini biz ko'rishimiz lozim qarindoshlar. Ya'ni arab dunyosiga teşviqatimizni olib kiradigan bo'lsak, intayin yaxshi bo'ladi. Buni chet elda o'qigan dindor qarindoshlarimizninki ilib kirishi nihoyat muhim. Arab gazetlari, arab jurnallari, arab radio, arab televizyonlari, arab muxbirlari xat yozish orqali bizning diqqatimizni ularga berish, ya'ni ularning diqqatini chekish ve Şarkı Türkistan meselesini Arap medyasida, Arap teşvikatida yani bir pellek yukarı götürüş. İngiliz tilidan ait yaxşı buluyordu bugünkü günde. İngilizce berildiğin çoğun CNN, BBC qatarlıq müşündaq çoğun dünyavi medyalarda mı bizim ismimiz, bizim Şarkı Türkistan'da buluyordu. Kamplarının evvalı deyilatıdı. Onun da çoğun mesele yok ama yani bir küçü versek. Bunun da İngilizce medya teşvikatıda diki bir zayıf noktamızdan buladı dese, dünya miqyosidagi professor doktorlarimizningki universitetlar va yoki shu davlatdagi cho'ng media organlarining diqqatini chekmayapti. Har davlatda 5-10 dan doktorlarimiz va professorlarimiz va ammo biz ularningki media chiqqanligini ko'rmayapmiz. Bu ularni ayiblash yuzidan emas. Bilasizlar aziz qarindoshlar, bizning Uyg'ur qarindoshlik studiyasi hech qanday bir insonni haqorat qilmaydi. Faqatla ilmiy tanqid qiladi. Bugün professor doktorlarımız şu devlette turayotgan universitetler, şu devlette turayotgan prezidentler, şu devlette turayotgan media organları, gazet, televizyonlarga xat yozish ve ular bilan aloqa bog'lab ciddi bir şekilde meşhur insanlarımız Xitoydagi zulmni, ya'ni Sharq Turkistondagi zulmni anglitishda ciddi rol o'ynash kerak deb o'ylayman. Ammo biz buni anglitolmayapmiz. Ya'ni bu bizdagi, ya'ni bu professor doktorlarimizdagi nihoyat zaif nuqta. Bunu mu tarixga yazımız inşallah. Bunu mu hatırlayımız her devletteki professor doktorlar, yani bu mücadele katlaşmagan professor doktorlarının ismini hemen yazıp Şarkı Türkistan'da kamplar açılıp milletimiz öldürülayotgan vaqtida bular sükut qilganti, bular zulanını jig'ib olganti, bular ko'zlarini etib olganti, bular quloqlarini etib olganti, bular tillerini esib olganti. Qiyomat kuni hamma esiladi, haqni so'zlamaganlar. Onunki doktor, professor yoki olim bo'lib ketishdan qat'iy nazar. Bugun 500 ga yaqin professor doktorlarimizning ichida bu mücadele qatnashayotganlarning 20-30 ya 40-50 ga chiqadi. Qolgan 400 nafar qarindoshimiz bugun sukut tutyapti. Balkim tuqqanlari yoki boshqa masalalar bo'lishi mumkin. Va balki bularning 20 digidek 1-200 nafari maxfiy xizmat qilishayotgan bo'lishi mumkin. Ammo mening ko'zim ko'rgan, ya bizning ko'zimiz ko'rayotgan bir qancha 10 insonlar nəhayət beşinin ichiga tiqilib bordi, bular xizmat qilmayotdi. Bularga isloh qilish yuzasidan chiroyliqcha shu taklifni beramanki, Alloh qiyomat kuni sizlarni sotlashdan burun yuzinglar oq bo'lsin, maydonga chiqinglar, universitetlarda konferensiyalar o'rinlashtiringlar, televizyonlarga xat yozinglar, gazetlarga maqolalarni e'lon qilinglar va biz sizlarga nasihat qilmaymiz, sizlar bizga nasihat qilinglar, sizlar bizni turtinglar, sizlar bizni maydonga chiqinglar deb to'langlar, chaqiriq qilinglar. Bu Allohning oldidagi sizlarning vazifanglar. Ammo millatimizning oldidagi vazifa nima desa, millatimiz sizlarning isminglarni hozir yozyapti. İnşallah bundan keyin yozadi. Bugungi kunda bu fursatdan foydalanib, bu fursatni ching tutib,
bütün dünya miqyosidagi tashviqot organlariga, bulun quchqoqlardagi televiziyalarga, bulun radio gazetlarga o'zimizni bildirilmay, o'zimizni bugungi zulmni tashviq qilmay vaqtni o'tkazib o'tib, keyin men olimdim, men professordim, men doktordim, men oq chetim, ko'k chetim, yog'och chetim, dumboq chetim deb chiqmanglar. Bu millatimiz, bizning ko'zimiz bor, biz haykal emas, biz hammaga qarayapmiz hozir. Hammaga qarayapmiz. Kim nima ish qilyapti, undan qarayapmiz. Uni tekshirish uchun emas, uni kontrol qilish yoki uni tinglash, ya'ni xitoycha tinglash deydi. Bunda qilish uchun emas, payloqchilik qilish uchun emas. Bu inson, bu professor, bu doktor, bu vatan davosiga, bu millat davosiga, bu din davosiga, bu hurlik, erkinlik davosiga, bu mustaqillik davosiga qatilyaptimi, qatilmayaptimi, buni qaraymiz. Chunki bu bizning majburiyatimiz, biz haykal emas, biz bu yerda chiqib bir tashviqot qilayotgan insonlar emas. Biz hamma qaraymiz, tizimlaymiz. Agar chiqmasanglar, qilmasanglar, etmasanglar chiroyliqcha yozib qo'yamiz. 2015dan keyin, 2014dan keyin Xitoy olam shumul bir zulmni, nəhayət qattiq bir zulmni Sharq Turkiston xalqi ustida mangdugan vaqtida palonchi doktor, palonchi professor, palonchi dosent, magistr, bu o'qigan insonlarimiz bular bu mujohidlikda qatnashmagan degan narsani yozib qo'yishimiz bizga vazifasi, qarindoshlar. Va dindorlarimiz bor, olimlarimiz, mollalarimiz bor. İslami kanallar, İslami gazetler, İslami radyolar, her yerde bu fırsat aziz qarindoshlar. Bu fırsat, bu nəhayət cho'ng bir fırsat. Agar mushu bir qancha oy ichida qilib olmasak, bu tashviqot degan shundoq yuzsiz narsaki, shundoq bir yangi xabar chiqqandan keyin bizning ishimiz tashlanib qoladi. Uyg'ur masalasi tashlanib qolishi mumkin. Balkim Xitoy bizga nima ishiltib, yilmi-kir ishiltib, kamplanidagi insonlarning hammani turmalarga o'rinlashtirib o'tib, ba'zan o'rinlashtirib o'tdi, kesib o'tdi, chiqib uy kesib o'tdi, masalan, turma qilib o'tdi. Ve öldürüyordu, işgal ülkelerine ekitiyordu. Bunu şalanlaştırıp mesela kamplarını takıp bir kançını koyup degендek. Muşunda halkaran aldap kesse, yani bunda emesken o ya kampı yokken o ya ki bu kamp işi tügepti o da bizimki meselemiz, bizim müstakillik meselemiz yanı taşlanıp kaldı. Muşu fırsatta Xitayını paş kılıp olaylı demekçi ben. Muşu fırsatta Xitayını rezillikini dünya ilan kılıp olaylı. Muşu fırsattan paylanıp aziz qarindoshlar, biz Sharq Turkiston bo'layotgan zulmni dunyoga anglitib olayli. Bu bir fursat, bir shamol chiqdi. Bu shamoldan biz nihoyat yaxshi foydalanib olayli. Buningda eng zaif nuqtalar yana bir qitim deyman, olim, professor, dindor, o'quvchilar, qarindoshlar ko'zimizni ochayli. Ya'ni bu fursatni ching tutib olayli. Hozir jamiyat xizmat qilayotganlar kimlar desanglar, normal insonlar, ya'ni sizlar bizdek normal insonlar, yoshlardan bir qanchasi, siyasetçiler zaten burundan kılıvatıdı, ularga günahını qo'ymaymiz. Siyasetçilerin köpüncüsü bugünkü zamanda teşkilatçılar, siyasetçiler hizmet kılıvatıdı, bunu közümüzün yummaymiz. Dünya Uygur Kurultayı, mağrip teşkilatları, onun meyli bir kısım teşkilatlar yanıdan güllenimiz deb yanıdan kurulavatkan teşkilatlar ve şahslar, siyasi şahslar bu hizmet kılıvatıdı, bunu göz yummaymiz. Ama ziyolilar xizmat qilmayapti. Ziyolilarning nəhayət az bir qismi xizmat qilmayapti qarindoshlar. Masalan, Uyg'ur akademiyasidanmi 8-10 yoki 10-15 kishi professor, doktor ya da yoki ziyolilarimiz xizmat qilyapti. Uni biz ko'rib turyapmiz, ammo qolganlar ismi yo'q, jismi yo'q, nega oldi biz bilmaymiz. Bu Uyg'ur akademiyasini tanqidlash emas, Uyg'ur akademiyasining ichidagi ziyolilar qo'shinining uyg'unishi uchun berilayotgan bir taklif aziz qarindoshlar. Ya'ni bu yerda ma'rif tashkilotidagi qarindoshlarimiz yaxshi xizmat qilyapti deb o'ylayman. Ya'ni qarayapmiz, ko'zimiz bilan qarayapmizki, xizmat qilayotganlarni xizmat qilyapmiz deymiz. Qilyapti deymiz. Qilmaganlarni qilmadi deymiz. Bütün dunyodagi boshchilarningki, liderlarningki va bu ilmiy sohada xizmat qilayotgan qarindoshlarimizningki yana bir qatim po'raklab ichilishini, yana bir qatim sayrishini, yana bir qatim xizmatga kirib dunyodagi bu tashviqot sohasida Xitoyga qarshi jang e'lon qilishini umid qilaman. Chunki biz mushu shaklda mangsak, hozir bugun 4 yerda Jalli naq maydon nimasi berildi. 4 yerda. Mening bildig'im
Bu 4 yerde Şarkı Türkistan meselesi anlatıldı. Na çok orunlar. Türkiye'de 2 yerde, Avrupa'da bir yerde, Amerika'da bir yerde. Anlatılıvatıdı. Bütün dünyada bu Şarkı Türkistan meselesinin şamalına ait yoğunavatıdı. Biz bu fırsatını çıng tutaylı ki muş fırsatda Xitoydagi zulmni anlatib olayli. Milletimizningki bechoraligini, ya'ni biz u yerda amalsiz qolganligimizni dunyoga davolayli. Agar buni ching tutib umumiy butun dunyoda tashviqot xizmatini yaxshi bir holatga ekilaydigan bo'lsak, Alloh xolasa qanday bo'ldi? Biz Xitoyni yengalaymiz inshaalloh. Xitoyni cho'qim yengalaymiz. Xitoyni davlatlar yomon ko'rishga boshlaydi. Davlatlardagi millatlar yomon ko'rishga, yana xalqlar yomon ko'rishga boshlaydi. Xitoyning zulmini, ya'ni Xitoyda Xitoy millatlarga, ya'ni shu vaqtga tajovuz qilib besib olgan shu kishilarga, shu xalqqa zulm qildi ekan degan bu narsani ularning kallasiga kirgizalsak, inshaalloh kelgusidagi yo'limiz nihoyatda ochiq bo'ladi inshaalloh. Mayli siyosiy faoliyat qilayli, mayli qurolli harakat qilayli, mayli ilmiy akademik harakatlarni qilayli. Bularning hammasini qo'llaydigan davlatlar ko'p chiqdi, bizning do'stlarimiz ko'paydi. Biz yig'lamasak ana emchak sanmaydi. Biz yig'lash tashviqot bilan bo'ladi aziz qarindoshlar. Gazetlar bilan bo'ladi, radio, televiziyalar bilan bo'ladi. Biz hech narsa demasak qanday bo'ladi? Bizning dardimizni hech kim anglamaydi. Uning uchun aziz qarindoshlarim, so'zimning oxirini tugataman. 6 noyabr kuni namoyishga borayli, inshaalloh yinolmayli. Namoyishga bütün lozunkalarni tayyorlab kelayotgan qarindoshlar bor. Men bu balkim bir yuztal bayroqni tayyor qilib ekityotaman inshaalloh. Shu yerda ko'rishayli. Bugun namoyishning hukmini bilamiz, bugun tashviqotga ching tutishning hukmini bilamiz. Tashviqotlar yaxshi bo'layotdi. Uyg'ur tashviqotlarimiz mendan yaxshi bo'layotdi, ammo inglizcha, arabcha va dunyoning boshqa tillarida turkcha tashviqotlarimizni taqim kuchaytirsak inshaalloh va dunyoning boshqa tillardagi tashviqotni taqim kuchaytirsak va har davlatdagi yerlik tilda Sharq Turkistondagi zulmni anglatsak, uning tashviqotiga bo'sab kiralisak inshaalloh. Chunki hozir masalan siz bir tilni bilgan bo'lsangiz, shu yerdagi televiziya stansiyasiga telefon qilib, hozir Sharq Turkiston bundan nozik kamplar ochilib ketdi. Masalan, surat bilan ta'minlay, video bilan ta'minlay. Buni bir gündemga, kun tartibga kelsanlar desak, inshaalloh shu davlatdagi 70-80% bunaqa ma'qulligini bildirdi. Ya'ni bizda masala bizda. Hozir bizningki televiziyalarga kelinmasligimizdagi ojiz nuqta masala bizda. Hargizmi ularda emas. Ularni aldirash, bizga davomli telefon qilib bizlarni izlab bo'lmaydi. Turkiyadagi texnik ko'p. Turkiyada mening bilishimcha 200 dak kanal var. 200 dak kanalga 200 dak adam lazım. Türkiye'deki 20-30-40 teşkilatla bu kanallar umumyüzlük çıkıp 80 milyon adamga anlata alsak. Avrupa'da mı nurgun kanallar var İngilizce ve yerlik til boyunca. Bu kanallara telefon kılaylı, telefon kılıp kanalga çıkışını talep kılaylı şu yerlik tilini bildiğin qarindoshlar. Eğer bu şekilde mağalasak Allah halisa biz nihayetde ciddi bir teşviqat uruşu ilan qilgan bo'lamiz Xitoyga nisbatan. Bütün dünyada Xitoyni ustib olaymiz, Xitoy bizni ustib olg'icha. Xitoy bugungacha bizni ustib keldi, bizni mag'lub qilib kelyapti. Ammo tashviqot sohasida agar biz hozir biroz aktiv o'rinda, ya'ni biroz g'alaba bizga yuzlanyapti, ching tuta olsak Xitoyni yengib olaymiz. Ching tuta olmasak biz Xitoy bizni yengib oladi. Chunki Xitoy yaqinda o'zining TV'sini qurib, butun dunyoda naq maydonda hamma davlatda o'xshash kanalda shu davlatning yerlik tilida va o'z tilida yayın taqidi, ya'ni taratqu xabar Xitoyning o'zininki aldamchiliklarni taqib dunyoni aldashga tirishidi. Buni belgilab bo'ldi, chunki biz bu qatim Amsterdamda ochilgan bir yig'inda Xitoyninki Amsterdamda yoki shu Gollandiyada ochadigan televiziyasininki ochildigan qarorining olganligini mishadagi cho'ng tashkilotlarninki og'izdan angladik, naq maydonda angladik. Demakki Xitoy tashviqot sohasi cho'ng bir qadamni tashlamoqchi, butun dunyoga tashlamoqchi. Ya'ni uningga biz qarshi chiqishimiz kerak. Alloh bizni tanladi, biz uningga qarshi chiqib tilimiz orqali, tashviqotimiz orqali buningga qarshi bir mujodalaga kiralsak, inshaalloh Xitoyni yengib chiqa olamiz demoqchiman. Aziz qarindoshlar, Alloh xolisa, Allohning rozi bo'lsin. 6 noyabr namoyishimizni ko'rishaylik va
yuqorida deyilgan so'zlarga hammaylar amal qila olsak, inshaalloh bu hammaylarning manfaati uchun, Sharq Turkiston xalqimizning mustaqilligi uchun, hurligimiz uchun besilgan bir qadam bo'ladi. İnşallah yana bir qatimliq programmamizda görüşeceğim. Assalamu alaykum.